bir tonna narsamni hammasini ichiga taxlashim kerak. 30 minutdan keyin chiqib ketamiz. Hali kofe olishga ulguraman. Chumomni stilda oldim. Такой koreyskiy oversize kostyum. Reysdan keldik. Avtobusga qarab ketyapmiz. Blogimizda yangi personajlar paydo bo'ldi. Desalarni hammasiga bunaqa sovg'alar juda ham yoqadi. Boshqa avialiniyadan olingan. Biz shaharda aylanib yuribmiz. Mana bu qizga video olyapmiz hozir. Juda ham ko'p gaplashib o'tirdik uzoq vaqt davomida. McDonald's yonida o'tiribmiz, lekin o'zimiz ovqatimizni yeb. Biz stewardessa kukla topib oldik. Hammaga salom do'stlar. Men YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun yana bitta vlog olishga qaror qildim. Bugun 24-mart va nihoyat 2 kundan keyin men uyga uchib ketaman. Ertaga Milanga bitta razvorotka reysim bor. Shu bilan Bakudan nihoyat uyga uchaman. Ishonasizlarmi yo'qmi, lekin bu oyda, bu rotatsiyada men Bakuda 32 kun bo'ldim. Juda ham uydagilarni sog'indim, особенно singlimni. Nimaga 2 kun oldin chimodaningiz yig'ishni boshladingiz desanglar, men bu katta chimodandan tashqari mana bunaqa kichkina chimodanim ham bor. 1 tonna narsamni hammasini ichiga taxlashim kerak. Undan tashqari ertaga yana men dugonam uchib keladi Bakuga. U Flynas degan kompaniyada ishlaydi va ularga Bakuga komandirovka qo'yib berishdi. Nihoyat ko'rishmaganimizga menimcha уже yarim yildan oshdi. U ham stewardessa, o'shaning uchun ba'zida komandirovkalarimiz to'g'ri kelib qolsa ko'rishamiz. Atak yo'q. Chimodan yig'ishni men shkafdan hamma narsalarimni olib, kravatni ustiga qo'yaman. Undan keyin taxlab chimodanimga solaman. Men aytmoqchi, kecha shopping qilganman, juda ham ko'p zo'r narsalar oldim. Men o'zi odatda faqat katta chimodanimni uyga olib ketaman. Bu kichkinasini tashib ketaman seyfga. Lekin bu safar mening planlarim bor. Uyda bo'lganimda bitta joyga uchib kelmoqchiman. O'shaning uchun kichkina chimodanimni ham olib olaman. Xona, men bu joylar nimaga unaqa bardak deb so'ramanglar, chunki menga shunaqa komfortni yashash, hamma joyini yig'ishtirib, chiroyli qilib videolar olsam bo'lardi, lekin bu men bo'lmayman. O'zi bundan ham yomon edi, sal ozgina to'g'rilab qo'ydim. No, bori shu. Xullas, kravatning ahvoli hozir mana bunaqa, lekin bu hali hammasi emas. Yana bu yoqda narsalarim bor. Hozir shkafning ichida yana narsalarim bor, formam, kiyimlarim. Vannada ham narsalarim bor, lekin ularni sizlarga ko'rsatmayman, chunki qo'rqib ketasizlar ko'rsanglar. Eng qizig'i shuncha kiyimim borda, lekin har doim bitta narsada yuraman men bu futbolkada. Pijamam ishtonida. Kstati, men sizlarga oynamni ko'rsatmadim. Qaranglar. Samolyotlar qo'nib uchgani ko'rinadi postoyanno. Mana bitta samolyot ketyapti hozir. Bundan tashqari otelning basseyni ham ko'rinadi. Xullas, xonamni shu ahvolga keltirib olganimdan keyin hamma narsani bittalab taxlashga o'tamiz. Zerikmaslik uchun Alisada qo'shib qo'yib qo'yaman. Aytmoqchi, sizlarga olgan narsalarimni ko'rsataman dedim. Men buni kecha Bershkadan oldim. Juda ham yoqdi. Shunaqa o'zi kargo jinsim bor edi oldin, lekin bej rangida prям ko'p joyga kiydim, mazza qilib, o'shaning uchun yana xuddi shunaqa stilda, lekin korishnivisini oldim. Ozgina nefer stil, lekin shunaqa ham kiyinishni yaxshi ko'raman. Yana kecha olgan narsalarimdan bazaviy mayka oldim. Mana bunaqa koftichka, kiyimlarni ichidan kiyib yurishga. Yangi narsalarim yotgan ahvolini qaranglar. Bilmayman, bundan oldin bunaqa koftalar kiymaganman, lekin kiyib ko'rgandim, prям yoqdi. O'shaning uchun buni ham oldim. Men davno shorti kiymagandim. O'shaning uchun bu yozda, bahorda shortikchalar kiyib yuraman deb oldim. Yana men kostyum oldim aytmoqchi, hozirlik ko'rsataman. O'zi har xil kostyumchilar kiyib yurishni prям yaxshi ko'raman. O'shaning uchun men bunaqa stilda oldim. Такой koreyskiy oversize kostyum. Kiyimlarimni deyarli taxlab bo'ldim, lekin bu shim bilan vodolaskani olib qo'yishga qaror qildim, chunki ertaga hali chiqadigan joyim bor. Bulardan tashqari hammasini hozir chimodanga solamiz. Men bu sichqonchamni necha kundan beri topolmay yurgandim. Chimodanim ichiga solib qo'ygan ekanman. Bimi sichqoncham. Biz har doim bu bilan birga sayohat qilib yuramiz. Sichqonni bu yoqqa qo'yib, qolgan narsalarni. Xullas, men bu organizerga ba'zi kiyimlarni solamiz. Tak, menimcha maykalarni ajratib qo'yganim yaxshi. Kiyimlarimni o'zi bilan chimodanimni to'lib qolganini qaranglar. Yana shuncha narsam bor vannada, men bu shkafning ustida. Ularni qayerga solaman bilmayman. Chimodanga solgan kiyimlarim bilan shkafdagi kiyimlar faqat deb o'ylasanglar adashasizlar. Laundryni ham olib kelishdi. Yuvishga bergandim kiyimlarimni. O'shanga yana 1 tonna kiyimim borligi esimga tushib qoldi. Bu safar men bu kichkina sumkamni otelga tashab ketaman. Bu yerda seyf bor, narsa tashab ketsak bo'ladi. Qaranglar, samolyot qo'nyapti.
Hammaga xayrli tong. Bugun уже ikkinchi kun. Men hozir reysga chiqib ketaman. Oxirgi reysim kecha aytgandim. Milanga uchib borib qaytamiz. Ertalabdan tayyorlandim. Где-то 30 minutdan keyin chiqib ketamiz. Hali kofe olishga ulguraman. O'shaning uchun hozir pastga tushaman. Men kofemni olib oldim. Otelimizni qaraydi, qanaqa chiroyli. Navro'z bayramiga bezatib qo'yishgan. Biz reysdan keldik. Avtobusga qarab ketyapmiz. Hozir otelga ketyapman. Mehmonxonadan chiqib ketganimga 12 soat bo'ldi. Reysdan oldin unaqa yaxshi uxlamagandim, juda ham charchadim, lekin bir yilda bir ko'rishadigan dugonam adashib Bakuga reys bo'lib qolib kelgani uchun hozir u bilan ko'rish uchun shaharga boraman. Ustimni tez almashtirishim kerak. Bu bizning otel tashqaridan. Mana 4 yulduzli fly-in. Xonamga ham deyarli yetib keldim. Qat'iy shoshayotganda bor, yo'llar shunaqa uzoq bo'lib ketadi. Даже liftdan xonamga borish ham qaranglar, qanaqa uzun koridordan yurishim kerak. Eng qizig'i boshimga ertalab 1 tonna gel surganman-da. Hozir buni nima prichoska qilib olishni ham bilmayman. Ovoz yana yaxshi, chunki men mikrofonni ulab oldim. Nima uchun menga bunaqa kiyinib oldingiz demanglar, chunki havo birdaniga sovib ketdi. O'shaning uchun topgan narsamni kiydim. Narsam chimodanga solib tashlaganim uchun kecha kojinka kiydim. Pastimga kargoshton. Mana yana botinkam bor edi, lekin slishkom воровской bo'lib ketmaydi. Oddiy krossovka kiydim. Hozir sumkamni olib olaman. Men bu sumkamni ham olib olaman. Aytmoqchi, men bugun reysdan dugonamga mana bunaqa sovg'achalar olib oldim. Ozarbayjon Airlines'ni ayiqchasini biznes klassda beriladigan koshelokcha olib oldim. Xursand bo'ladi, chunki stardessalarning hammasiga bunaqa sovg'alar juda ham yoqadi. Boshqa avialiniyadan olingan. Tayyorman, chiqib ketyapman. Makiyajimni ham ozgina to'g'rilab oldim. Sochimni yig'ishga qaror qildim, chunki men bu joyi xuddi yog'lidek bo'lib turibdi. Geldan keyin xvost qilib oldim. Menimcha shunaqa ham chiroyli. Так что men chiqib ketyapman уже. Men dugonamni ko'rishga keldim. Turishida qaranglar buni. Как дела, Диана? Всем приветик! Наша блогерша Аида и мы сейчас в Баку. Biz shaharda aylanib yuribmiz. Men bu qizga video olamiz hozir. Reklama olish kerak ekan. O'shaning uchun именно Bakuda reklama olishim kerak deganim uchun men bunaqa lokatsiyaga olib keldim. Men buni ChatGPTdan tekst ko'rib yotibdi. У меня свой текст норм. Я хотела проверить с чата GPT, и она сказала, что он еще хуже все испортит, потому что реально робот. И я тут смотрю, реально, типа, что он мне выдает? У нее получилось нормально, но она перфекционистка, хочет еще лучше, поэтому ждем с нетерпением. Xullas, men sizlarga sovg'a olib oldim bu qizga deb aytgandim. Bu qiz ham menga sovg'a olib kelibdi Jidadan. Да, я прилетела из Джиды в командировку и первым делом написала ей. Hozir bir-birimizga sovg'alarimizni beramiz. Men sizlarga nima olganimni уже ko'rsatdim. Endi bu qiz ko'rsatadi. Lekin bu o'zbekcha bilmaydi, o'shanga ruscha gapiradi. Men pastda o'zbekcha subtitrlar yozib qo'yaman, tushunmaganlar uchun. В общем, она мне сказала, что сегодня ночью летит домой, у нее отпуск, поэтому я привезла не просто ей подарок, а чтобы ее родители тоже попробовали. Это вот такие печеньки. Такие печеньки, внутри финики Ажва. Вы знаете, да, то, что это самые знаменитые и вкусные финики. Еще привезла такой вот написано Мекка. Ой, как мило. Еще Это мой ничего. первый сувенир с Мекки. Мне до Серьезно? этого никто не привозил. Сагада Буйрусын, чтобы ты там побывала. Rahmat, жаным. Bizga gapirib o'tirgandik, samovarda choy olib kelishdi. Men bu qiz samovarda choy ichgisi kelibdi. Я обожаю чай просто. Samovarda zakaz qilaylik, men bu соседний stolikka o'xshab degandi, mayli dedim. Shunga ikkalamiz hozir shuni ichamiz. Hammaga xayrli tong. Menda перекус time. Aslida hozir soat tong emas, 18:08 minut o'tdi. Bu degani kechki soat 6. O'zi почти ertalab keldim. Juda ham ko'p gaplashib o'tirdik uzoq vaqt davomida. Shu bilan ertalab uxlab, obeddan keyin uyg'ondim. Где-то 2 soatlarda aeroportga chiqib ketishim kerak. Nihoyat uyimga reys. Shunga hozir qolgan narsalarning hammasini joylab, o'zim ham kiyinaman. Shu bilan chiqib ketaman. Kстати, qaysidir blogerda men bunaqa mikrofonni kepkaga qo'yib olganini ko'rdim. Ideya prям zo'r yoqdi. Menimcha ovozi ham yaxshi yoziladi.
Aytmoqchi, bugun Bakuda juda ham havo yomon. Qaranglar. Ertalabdan beri shunaqa ahvol ko'chada. Hamma yoq tuman bo'lib yotibdi. Bilmadim, menimcha samolyotlar uchyapti. Пока что reysimiz задержка bo'lganini eshitmadim. Chunki shunaqa tuman bo'lgan payti видимость juda ham past bo'ladi. O'shanga ko'p reyslarni atmen qilishadi. Umid qilamanki, meni reysim atmen bo'lmaydi. Men bugun eson-omon uyimga yetib olaman. Biz 5 minutlik yo'lga shunaqa luxury qilib ketamiz bunaqasiga. Xullas, men hech nimaga ulgurmayotgandim. Mana bu qiz kelib menga yordam berdi. Даже ovqat ham zakaz qilib menga olib keldi. Покажи, что ты мне взяла. Ovqat, ko'rfilarimni olib, hamma narsalarimni tashib yubordi pastga. Вот. Men kech qolsam ham vloglar olishga ulguraman sizlarga. Короче, registratsiya yopilishiga где-то 15 daqiqa qolganda keldim. Men bu qizga juda ham minnatdorman. Chunki hamma narsamni tashib, meni ovqatlantirib, jo'natib yuboryapti uyimga. Menga Umida olgan ovqatni obzori. Xullas, mana bunaqa chicken quesadilla, ichida siri bilan, и buni oldida yana mana bunaqa ovoshi bilan smetana bor, и cappuccino. Men bunga morojniy olib berdim. McDonald's yonida o'tiribmiz, lekin o'zimiz ovqatimizni yeb. Men o'z odatda men bu kichkina chemodanimni olib yurmayman, bo'tga tashab ketaman, lekin bu safar trening boshlanadi 10 kundan keyin. Uyda men deyarli 20 kun bo'laman, o'shaning uchun kichkina chemodanimni, narsalarimni ham olib olganman. Va shu zo'r, chiroyli aeroport. Kichkina o'zi, lekin juda ham chiroyli. Bu yerda oyna bor. Vlogimizda yangi personajlar paydo bo'ldi. Bu qiz bilan men uchib ketyapman. Ikkalasi bizani kuzatishga kelishgan. Hozir pasportni kontrol o'tamiz. Bizani vlogimiz davom etadi. Pasportni kontrolni o'tib, bu chiroyli qiz bilan bularni tanishmadi pasportni kontrolda. Hozir chiroyli bo'lib ketgan ekan. Pasportdagi rasm bilan bitta odamisiz deb so'rashdi. Biz duty free ga kirdik hozir. Сейчас будем все свои деньги здесь тратить. Sinimga mana bunaqa narsacha olmoqchiman. Juda ham xursand bo'ladi. Biz stюардесса kukla topib oldik. Которые? Ну вот. Наушники? Наушники. Чтобы в кокпите sидеть. Bizda посадка boshlandi. Geytimiz pastda ekan, mana pastdan tushdik. Tepadan tushdik. Yangi samolyotda uchamiz, 320 Neo. Azalning o'zini reysi ekan bugun. Boyagi duty free'da ekipajga shirinlik oldim. Ko'rsataman. Mana bunaqa shirinlik oldim. Keyin berib kelaman. O'zbekistonga kelib qo'ndim, men уже bagaj kutyapman. Bagajni lentasi hatto qimirlayotgani ham yo'q hali. Bizda hamma yoqda reklama. Я vlog снимаю. Ikkita chemodanimni ham topshirdim, endi o'zim ketyapman. Karina, ты мой влог смотрела? Yo'q. Menga xonamda mana bunaqa syurpriz qilib qo'yibdi, kichkina singlim. Любимая сестра с приездом yozib, oyoqchalarni terib qo'yibdi.